2 kunda ishonasizmi 5x ga ko'paydi sotuvlar. O'tgan hafta bitta tanishim telefon qilib qoldilar. Detskiy magazinlari bor. Muzayana, mana reklamalarimni bitta ko'rib berasizmi? Sotuvlarimiz hech qanaqa o'zgarish bo'lmayapti. Blogerlarga aloqaga chiqdik, ular bilan bir nechta bloger bilan ishladik. SMM xodimlarini yo'lladik. Ular 3 oydan buyon ishlaydi, lekin sotuvlarimizda o'zgarish yo'q. Bitta siz ko'rib bering deb chaqirdilar. Shunda borib ko'rib berganimda rostdan ham xatolari bor ekan. Monitoring qilib va 2 kun bilan ishladim. 2 kunda ishonasizmi 5x ga ko'paydi sotuvlar. Endi ularni xatolarini sizga aytib o'taman. Birinchisi, blogerlar bilan ishlaganlar hech qanaqa ommani jalb qiladigan, ya'ni sotuv qiladigan reklama emas. Shunchaki bloger kelgan, o'zini Vine'iga qo'shib yuborgan reklamasini. U Vine topga chiqqan, lekin reklama odamlari esda qolmagan. Ikkinchisi, aksiya qilganlar, shunday magazinga kirib, o'sha SMM xodimlari aksiya bor, shunaqa ishonchsiz odam gapirgan aksiya haqida. Emotsiya bermagan u joyda yoki o'sha katta skladda turgan tovarlarni ko'rsatilmaganda, ko'rsatish kerak bu narsani. Shunaqa bir oddiy narsalarni tahlil qilib berib, yo'lga qo'yib berganimda 5x ga oshdi. Endi keyingi bosqich 10x ga chiqamiz deb niyat qildilar. Sizga ham mana shunaqa reklamalaringizdagi xatolarni tahlil qilish kerak bo'lsa, izohlarda plus belgisini qoldiring, ko'rib chiqamiz.